Bu videoni fotoapparat bilan ishlaydigan akalarimizga srochniy yuborib qo'yasizlar. Sababi Tactix brendimizdan mana qarang, nima olib kelganimizni. Fotoapparatlarni, kameralarni, obyektivlarni, shunaqa qimmatbaho svetlarni, apparaturalarni barchasini shunaqa joylab olsanglar bo'ladi. Bu har taraflama защита qilib beradi akalarga. Plastmassasi ham juda ham qalin bo'ladi. O'zini ustida mana shunaqa pokelari bo'ladi. Hech qanaqa zarar etmaydi. Ustidan mabodo qanaqadir udarilib bo'ladigan bo'lsa, hattoki ustidan suvga shundoq solsanglar hech qanaqa suv o'tib ketmaydi. Sababi ikkita chetidan mana shunaqa vakuum bo'lib ushib oladi okalar. Bu og'ir bo'lib ketadi, chunki plastmassasi juda ham qaniqib ishlangan. Shuning uchun buni o'zida mana shunaqa ruchkasi bo'ladi hamda baronchiki bo'ladi. Bemalol sudrab ketaverasizlar okalar. Bundan tashqari keyingi variantimizda bunda o'ziga fotoapparatni o'zi hamda obyektivlar mayda narsalar kirib ketadi. Bunisiga keladigan bo'lsak, ancha-muncha narsa kirib ketadi okalar. Narx-navoz qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga plyus belgisini qoldirib qo'yasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlab xizmatlarimiz mavjud.